Assalomu alaykum. Aziz aka-ukalar, aziz do'stlar. Shunaqa mashinalar kimga kerak? Business class. Faqat orqada yurish uchun bu. Bu mashinani Ilyos aka hozir tashqi tuzilishini hech kim ko'rgani yo'q. Nima mashina deb o'ylashyapti. Zagadka qoldiramizmi? Nima mashin bu? Topganlar kommentariyaga yozib qoldiringlar. 1000 rubl bonus bor. Mana hozir shuni pauza qilib turib yozing. Kommentariyaga qanaqa mashinligini. Ko'rsating. Bu lekin minivan. Bu navorotlarni aytib o'tasizmi aka? Bu maksimalniy komplektatsiyada. Bundan anaqasi yo'q o'sha. O'sha ko'rishdi Kia degan logotipni. Kia'da nima bor? Minivanlarda Carnival bor. Faqat 4 mestali mana do'stlar. Assalomu alaykum. Hay limuzin. Hay limuzin katta monitor. Mana bu yerda nima desa bo'ladi buni? Хранение mana. Хранениялari bor. Mana bu atamankalari bu yerda mana ovqat yeb mana bu yoqda passajir bunisiga ham chiqarsa bo'ladi mana. Mana. Xullas navorotni udari ekan bu. Mana bu televizori. Mana Hay limuzin. Mana bu sidinani yotishini qarang. Knopka sidinalari bor. Atamanka mana. Atamankalari bemalol yotib ketsa bo'ladi. Mana yerda podstakannik ham isitadi, ham sovutadi. Беспроводной zaryadka. Bu yerdan ushlab olasiz. Mana bu chiroqchalari. Oho, vashsha klass bu. Faqat Mashina yozilgan, pulti ham bor ekan. ha, pulti ham bor ekan. Carnival 4 mestali maksimalniy komplektatsiya. Bu qanaqadir spits zakaz bo'lganmi deyman aka? Bunaqa limuzin chiqmaydi-yu, to'g'risi. Carnival. Bu spits zakazda. Shu Hay limuzinda shunaqa komplektatsiya ham bormi yo buni qilishganmi? Bunaqasini men endi ko'ryapman. Mana bular shtorkachalarni qaranglar do'stlar. Shtorkani totib qo'yasiz. Shuni totib qo'yasiz mana. Totib, yanimda qilib qistirib qo'ysa bo'ladi. Men endi sizlarga bitta tashqi tuzilishini ko'rsatay. 21 ming probegda 23-yil. Vashsha udar ekan, mashina udar ekan to'g'risi. Mana. Maksimalniy komplektatsiya ekan. Hamma yo'li bor. Ha. Do'stlar mana. Shuncha katta mashina ichiga faqat 4 kishi o'tiradi. 23-yil maksimalniy komplektatsiya Hay limuzin deyiladi. В общем, kimga shunaqa mashina kerak bo'lsa, hozir sizlarga ozgina informatsiya berib o'tiraman. Ilyos aka bitta telefon ushlang. Biz hozir Lotto auksioniga kelganmiz. Bu Lotto auksioni dushanba kuni bo'lib o'tadi, soat 1 da boshlanadi. Faqat bu yerda informatsiya beraman sizlarga. Mashinalar dushanba kuni o'ynalib bo'lgandan keyin yangi mashinalar tushishni boshlaydi. To payshanba, juma kungacha tushadi. Juma kuni narxi chiqadi. Narxi start narxi bo'ladi. Ustiga pul qo'shib 100, 200 ming, 2000, 3000 dollar qo'shib yutib olsa bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa, men pastda ssilka qoldiraman. Telegram gruppamizni, kanalimizni ssilkasi. Обязательно o'tib obuna bo'linglar. Ana shu Telegram kanalimizga polnista mashinalarni xudo xolasa ertadan boshlab qo'yib boramiz. Qanaqa mashina bo'lsa, narxi chiqsa, narxlarni ham yozib boramiz. Kimga qiziq bo'lsa, bizga aloqaga chiqasizlar. Sizlar uchun kelib, obzor qilib, polnista mashinalarni ko'rsatamiz. Bitta vakrub ko'rsating aka. Bu yerda hozir bugungi bo'ladigan auksionda 911 ta mashina bor. Bu bir juda katta. Bitta mashina tanlasangiz, bitta mashina 5 xil, 10 xil variantlari bor. Xohlaganingizni siz tanlab olasiz. Biz variantlarni tashab boraveramiz gruppaga. Siz shu kerakli mashinani olib turib bizga tashab, mana shuni obzor qilib beringlar desanglar, kelib polnista obzor qilib beramiz. Ma'qul desanglar,
ustiga pul qo'shib yutib olamiz. Hamda bu videoni ko'proq odam ko'rishi uchun like bosib, do'stlaringga, gruppalarga tarqatib qo'yinglar. Чтобы momentdan foydalanib qolishsin. Sizlar uchun foydali video deb o'ylayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.